Nima? Maqtayotgan chexolik shunchalik zo'r bo'lsa, bittasini Ramazon oyiga hadya qiling. Bo'ldi. Okalar, Ramazon oyi munosabati bilan okalar, mana shu videoni eslab olsizlarmi? Biza ikkita chexollar Ramazon oyiga poligi bilan hadya qilamiz deb sizlarga va'da bergan edik. Hozir 29 mingta komment bo'libdi. Endi tepa past qilamiz, 10 gacha sanaymiz, ushlaymiz. Yana 10 gacha sanaymiz, ushlaymiz. Agar bizga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosgan bo'lsalar, g'olib bo'ladi. Faqat zakrit akkaunt yuta olmaydi. Sababi biz aniqlamaymiz. Biz nima qilamiz? Harakatda. 10 gacha sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana shu inson g'olib bo'ldilar. Qani? Bizga obuna bo'lgan ekanlar, bitta chexol va bitta poligimizda g'olibi bo'ldilar. Tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Mana. Endi ayol kishilarmi, ayol kishi ekanlar. Endi ikkinchi g'olibimizni aniqlaymiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana shu inson g'olib bo'ldilar. Mana. Bizga obuna bo'lgan ekanlar, yana bitta va bitta chexolimizni g'olibi bo'ldilar. Okalar, tabriklab qo'yasizlar, profillarni chiqarib qo'yamiz. Bizga aloqaga chiqsa, bitta polik, bitta chexolimizni sizlarga berib yuboramiz. Okalar, o'zingizlar chexol kimga kerak bo'lsa bilasizlar manzilni. Sergeli Moshina bozor 3225-do'konga kelaverasizlar. Videoga like bosib obuna bo'lib turinglar, sababi 30 mingta bo'lsa 4 chexol polik hadya qilamiz. Assortiment, bu bomba.